Zo'r narsa ekan-a. G'aybullami? Yo'q, qiz. Niyat qildi. Nima qilib bo'lsa ham mana shu qizga uylanaman. Endi so'raganning aybi yo'q. Kelin bola nima ish qiladi? Endi onashga biza G'aybullan oldida o'ynagan qiz bizada. Kimni topding? Onajon, G'aybullanning oldida o'ynash hammaga emas. Olaman. Menga qarang, kimga o'ylanayotganingizni bilibsizmi? Ha, G'aybullanning oldida o'ynagan qizga, sizga. Davay unda erta uchrashuv. Baxta oyi. Ishonasizmi? Tushunga ham kirmagan siz bilan birga bo'lish. Voy, bu ana G'aybulla To'yxo'novni oltida o'ynagan qizmi? Voy, bu ketib tonish qilyapti-yu. Siz bilan jiyanlab turasini tutsak bo'ladimi? Men tezroq faqat shoshilyapman-da. Unashlang yigitim hozirroq sekin yo'qroq turing, iltimos. Bo'ldi, sog' bo'ling, rahmat. Bo'lasiz Tursunxon. Sizga ham qiyin ekan-a? Qanday qilib G'aybullo bilan o'ynagandingiz? Va eslay aytsam boru, shunaqa qiyinchilik bor edi boshimda. Intildim, harakat qildim, yashash uchun kurashdim. Voy, 3 kishi ko'ryaptim primoyizda. Endi bu ham omadda. Yashang. Dunyoning shodligi yig'ilsa butuni, do'stlar didoridan bo'lolmas ustun. Bugungi kechamizning qahramonlari Jasurjon hamda Jamilaxonlarning Ey, uchirab o'zing qanaqa Jamila? Ana G'aybullan oldiga o'ynagan qizdi. Tushundingmi? Sen bir G'aybullanning oldida o'ynamay ekan, ey! Michael Jackson oldida o'ynasang nima deyapti? Va qara, ertaga bolalarimizdan so'rashsa, kimning o'g'lisan desa, G'aybullanning oldida o'ynagan qizning o'g'liman deydimi?